Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhniki Sahih Buxari namlı kitabida İmam Buxari rahmetullahi aleyh bugungi babda mundaqdaydi. Mescidga kirish bo'lsin va undan boshqa uylar ulamdi yoki boshqa avvalladimi o'ng tarafdan boshlashninki mazmuni yoki bayoni haqida to'xtalib mundaqdaydi. Endi Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu o'ng puti bilan boshlab, o'ng puti bilan atlaydi yoki o'ng puti bilan bir yerga atlaydi dedi. Chiqsa sol puti bilan boshlaydi dedi. Bundaq masala haqida hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning har qanday ishlarni o'ng tarafdan qilishni yaxshi ko'rdi degan hadisni dalil kelgan. Abdullah ibn Umar sahobalarning ichida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qilmishini illatsiz va sababsiz nima uchun shunday qildi degan ma'noni kallasiga keltirmasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir ishni qilganligini anglasa, ko'rsa, shu Rasululloh qilgandek ayni peti qiladi. Shunlashqa sahobalar ichida eng sunnatga qattiq chin islagan sahoba qatorida hisoblandi. Bular sahobalarning mujohidligi bir ulgusi bu zatamda. Masjidga kirgan vaqtida bobda hamda o'ng tarafdan boshlashni degan. Buni Ibn Sayyid rahmatullohi alayh masjidga kirgan vaqtida o'ng putidan kirdi, chiqqan vaqtida sol putidan chiqadi, atlab chiqadi degan. Buningga bundaq bir qoidani birga qistirib o'tgan. Agar yuqoridan to'van tarafga mangan bo'lsak, masalan masjiddan talaga sirtqa yoki bozorga mangmoqchi bo'lsak, sol put bilan chiqamiz. Yoki to'vandan yuqoriga o'ringa mangmoqchi bo'lsak, o vaqtda biz o'ng putimiz bilan kiramiz. Agar barobar yavlab qolsa, yana buni o'ng tarafdan kiramiz degan mazmunni bu odam qo'shim qilib o'tgan. Hamda bu 426 numaralı hadis. Bu hadisda İmam Buxari rahmetullahi alayh bizga Sulaymon ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu raviylarning kamisidan asosan tarjimali bu yerda o'tib bo'lgan boshda. Bu zat deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan. Shu'ba Ash'as ibn Sulaymdan. Bu kishi dadisi Masruqdan. Masruq Oysha onamizdan bayon qilgan bo'lib, Oysha onamiz shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam har qanday ishda kuchining yetishicha o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi. Mayli tarat ilishda bo'lsin, mayli bosh tarash masalalarida bo'lsin, mayli oyoq kiyish masalalarida bo'lsin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avval o'ng putini, o'ng tarafdan boshlashni, qo'l munosabatli bo'lsa, o'ng qo'ldan boshlaydi. Put munosabatli bo'lib qolsa, o'ng putdan boshlaydi degan. Bu o'ng tarafdan boshlashga bir qoida. Musulmonniki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir tabi, bir ergashuvchi bo'lish, sunnatni ihyo qiluvchi bo'lish sifati bilan qilish tegishli bir aqlli adab axloq qatoridagi mazmunlar. Hem tövendeki babda İmam Buxari rahmetullahi alayh İslamiyet'ten burun cahiliyet devrinde ölüp ketken müşriklerin kabrisini buzup kovlap ilitemdi o. Bu kovlap ilitemdi o. Onun orada mescid silinsi bulamdı bulmamdı o. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Yahudiler'e lanet kılsın. Ola peygamberlerinin kabrisini mescid kılıp algan dedi. Ve şundakla qabristonlikda namoz o'qishninki makruhlik haqidagi bayon deb İmam Buxari rahmetullahi alayh bu yerda bu babni o'ttirib qo'ygan. Buningga sahobalarning qilmishlari va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislar orqali dalil sifatida manbalagan. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Anas ibn Malik degan sahobaning qabristonlikda namoz o'qiyotganligini ko'rib, bir qabrning qo'shdi. Qabra deb ketgan. Qabr namoz o'qitamsa deganda bir xil uningga bir taaddi, ochiq mazmunga gap qilganda, lekin bu namozni yana qayta iyodlab qayta o'qishga buyurilgan. Amaliyotda ochiqlagan. Endi bu qabrda namoz o'qish masalasi haqida ulamolarning aytgan nurg'un so'z ko'z qarashlari va makruh deganlar va harom deganlar va umum jihatdan buniki yaxshi ish emasligi haqida ulamolar asosan birdek kelgandek bir masala bu hamda. 427 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi alayh bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxarining ustozi boshida necha qatim o'tgan tarjimali. Bu zot
Bizga Yahya Hishomdin. Hisham deydi, "Manga buni dadam deb bergan" deydi. Dadam degani Urva ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr'ın inisi. Bu zat hammasi Oysha'dan. Oysh'a anamiz deydi, Ummu Habibe, Ummu Selime. Bu ikkilaylan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki söyümlük ayollarından biri. Ayni vaqtida Habasistonda ko'rgan bir chirkovning gapini qilib qoldi deydi. Bu chirkovda rasmlar, suratlar bo'lganda, sizmi rasmlar shu vaqtida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu chirkovdagi suratlar, bu chirkovni tasvirlab berishdi bular. Chunki bular dastlabda hijrat qilgan muhojir ayollar. Ummu Habiba bo'lsin, Ummu Salim bo'lsin, keyin erdan qilib qolganingizda, tul qilib qolganingizda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan to'y qilish sharafiga erishgan buyuk ollarimizdan biri. Ummu Habiba Hazrat Muaviyaniki ochisi bo'ladi. Abu Sufyanniki sevimli qizlari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb bo'ldi. Mana osh kishilar dedi. Shu ahli nasoralar. Bularning ichida yaxshi bir odamlar bo'lgan. Bu yaxshi odamlar o'lib ketgan vaqtida uning qabrisiga bular masjid silib olgan, chirkov, ibodatxona. Bu yerga ham o'sha odamning suratlarini chizgan bular. Mana bular qiyomat kuni Allohning huzurida eng past, eng nachar odamlardir deb sifatlagan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Şolaşqa İbn Usaymin rahmetullahi alayh, agar qabristonlikqa masjid silinsa, masjidni buzish kerak. Agar masjidga qabr silinsa, qabrni elitish kerak deganda. Şolaşqa. Endi Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki Masjid-i Nabaviydagi payg'ambarimizning qabrisiga kelsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rasulullohning o'zining so'zi bo'yicha qanday bir payg'ambar nerede o'lib ketgan bo'lsa, shu yerga dafn qilindi degan hadisning ro'yi bo'yicha Janob Rasululloh o'zining uyiga dafn qilingan, masjidga dafn qilingan emas. Ayni vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyi masjidning ichida emasdi, masjidning tashida edi. Bu jillarniki o'tishi bilan birga Valid ibn Abdul Malik al-Umaviy degan podshohning davriga kelgan vaqtida bu masjidga kishilar patmay, bu sharq tarafdan bu masjidni kengaytirish ishi o'tirib chiqib qolgan. Shu munosabat bilan bu yerda nurg'un Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki ayollari va bir qism sahobalarniki uylari bo'lgan masjidning atrofida, sharq tarafda. Sharq tarafda deganimiz hozir payg'ambarimizniki qabrisi bor tarafda. Bu yerdagi uylar chiqilib, oxirida shu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qabrisi, ya'ni Oysha onamizning uyi, hujrasi bir masjidning atrofiga kirib qolgan yoki masjidning doirasiga kirib qolgan. Keyingi davrda, Mamlukiylar davrida va keyingi Osmonlar davrida hozirgidek bu gumbaz shaklida yasilib, masjidning atrofi yillarning o'tishiga va hojilarning ko'plab kelishi bilan birga bu kengaygan. Yani bu qabrni chaqqilolmaydi, o'zgartirilmaydi. Ayni vaqtdagi holati masjidning tashida. Buni bo'lamdiki payg'ambarimizning qabrisi masjid ekan deb qabristonlikni masjid qilishga yoki masjidni qabristonlik qilishga bo'lmaydi albatta. Tövende hem de 428 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan deydi. Musaddad ibn Musarhat nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan biri. Boshda tarjimalarni nashqatdim o'tdi bo'lg'ay. Bu zot deydi bizga Abdulvaris hadis so'zlab bergan. Abdulvaris Abit-Tayyah'din. Abit-Tayyah Anas ibn Malik'din bayon qilgan. Bu hadisga raviylarning hammasini tarjimalar etgani qaytilmaymiz. Anas ibn Malik deydimdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga yetib kelib, bir maliga, Madinaniki yuqori tarafdagi bir maliga tushdi dedi. Bu yer yuqori tarafda deyishda, birinchidan bu Najd taraf Arab yarim orolining ustunki jo'grafiyalik jihatdan ustunki yuqori taraf bo'ladi. Bu Najd tarafga yaqin taraf bo'lgandan keyin, shunga buni Madinaniki yuqori tarafga tushgan dedi. Yani birisi Medine'deki Ovali dediği yer var. Bu Kuba'nın atrafıga joylashgan. Kuba bilan ro'bari bir siziqdagi joy. Yani şo'nashqa benim Ovali deb ataydi. Şu Ovali deydigan maliga tushgan deydi. Bu Kuba Ovaliga yaqin bo'lgandan keyin balkim a'lo deb bunda aytilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki mazmun ifodalangan bu yerda. Ularga Banu Amr ibn Avf deydigan bir kishilarning malisiga tushgan. Banu Amr ibn Avf Avs qabilasidan. Bu Qubalıqlar. Qubaning atrofidagi kishilar Avs qabilasiningki Amr ibn Avf jamoati makonlashgan joy.
Peygamber aleyhissalatu vesselam bu yerde 14 gün tudi deydi. 14 gün. Andın Beni Neccar'a Adem evetti. Beni Neccar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ana taraf tağı boludu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki çoğun dadısının ayali Beni Neccar cemaatidir. Ular qilishlerini asqan holatda yetib kelishdi. Bu Araplarning odatida bir hurmat. Katta cho'ng mehmonni kutgan vaqtida o'zining qilishlari bilan, chiroyli kiyimlari bilan, to'llari bilan kutib olish bularning bir odati. Men Payg'ambar alayhisolatu vasallamning to'g'isiga qo'ravatimi Abu Bakr keyniga minib olgan dedi. Hazrat Anas vaqt 10 yosh. 10 yosh vaqti galan tasvirlayapti. Beni Neccar cemaatidagi odamlar payg'ambarimizning atrofida. Biz qurishib olgan. Oxiri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abi Ayyubning peshayvoniga, malisiga, hovlisiga tushdi. Bu hozirgi Istanbuldagi qabrisi va buyuk sahoba Abi Ayyub al-Ansari degan sahoba shu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana bir ishi bor. Namozning vaqti nada namozning vaqti bo'lsa, darhol shu namoz o'qiydigan. Peygamberimiz hatta qo'y qo'tallardim namoz o'qiydi. Qo'y vaqqan, işte qo'y turadigan qo'tallardimi namoz o'qiyveradi dedi. Shunlashqa Peygamber sallallohu alayhi vasallam masjid silishga buyurdi. Beni Neccar cemaatidagi odamlarga odam evatdi. Dediki, ey Beni Neccar cemaati, sizlarning ma'vo beg'inglarni, ma'vo qo'rqinglarni menga bir baholab, menga setib beringlar dedi. Ular yo'q, pulisini olmaymiz. Allah rızalıq için bervettik ya Resulallah dedi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağıl unmadı o bunu. Bu siyar kitaplarda ayeti çok mazmunlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağıl unmagan. Her qanday işni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedelsiz, bedel төлmey qılmaslıqını öğretken bu cihette. Avval pulunu bergen. Pulunu berip, ilip, andı mescidini sağgan bir yerde. Hazreti Enes şunak deydi. Enes ibn Malik. Ben sizlerge desem, bu yerda mushriklarning qabrisi var bir joyda. Taşınıp qolgan joy. Bu yerda ancha-muncha xo'mi daraxtlarimi bordi. Shundan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu mushriklarning qabrisini elib joylatdan burunqi o'lgan mushriklarning qabrisi borda. Bu elib tuzlanib, bu xarobiliklarni o'ngshab, xo'mlarni kesib qildiqda. Anda bu xo'mni qibla masjidning qibla tarafga chiroyli tizdiq. Peygamberimiz bu masjidninki ishkilariniki yan tamlarını taşdan yasab chiqdi. Bular shu toshlarni to'shig'ach, bular she'r o'qishga yoki naqsha qo'shiq o'qishga boshladi. Payg'ambarimiz ular bilan tang moslashib bundoq dedi. Allohumma la xayra illa xayrul axira faghfir lil ansar vel muhajira. Yaxshilik faqat va faqat oxiratning yaxshiliqlar yaxshilikdir. Ey Alloh ansar muhojirlarga mag'firat qilgin deb bu ansarilar bilan muhojirlar bilan bularniki naqsiga jurulab payg'ambarimizdan qo'shiq o'qib beradi deb shundoq degan. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushada mushriklarniki qabrisini elib tuzatib, pokizlab, unda masjid sog'anligini, demak qabristonlikni buzuqsib yaxshi bo'lmaydiganligini ta'kidlamoqchi. İmam Buxoriyning maqsadi bu yerda. Bu hadislardan yuqorqi hadislar asosan bir mazmunda kelibdi. Bu hadislardan biz oldigan muhim nuqtalar mushriklarning qabrisini elitib, uning o'rniga masjid bo'ladi degan bo'ldi. Shundaqla ish beshidagi odamningki qarab turmay tang masjid qurishda tang hamkorlashganligi bo'lib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu yerdagi hamkorlashganligi bu ajoyib zo'r bizga bir ulgu bo'lgan bir muhim nuqta bu yerda. Yana birga hamda ulamolarniki deyishcha ma'lum bir mahalla yoki bir 100 soat vaqtida masjidni asosliq markaziy o'lcham qilib turib, masjidni silib, uning yog'i atrofini, shaharni kengaytirish yoki jutmalni kengaytirish muhim deb bu hukmni bergan. Yana birsi bunda xushalliq minutlarda nag'ma navosiz holatda qo'shiq o'qish, buning naqsh o'qish masalan bu bo'ladi degan bo'ldi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda tang moslashgan asarlar bilan birga. Chunki bu yerda hamda bularning sahobalarning aktivchiligini oshiradigan, ularning himmatini oshiradigan, qizg'inligi va jushqunligini oshiradigan, bir ruhiy ma'naviyatni oshiradigan, himmat irodasini kuchlantiradigan narsalar bu.
islomiy puruq kuchlik bo'lgan. Yana birisi bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ansoriy muhojirlarga mag'firat qilgan deyishi bu butun ummatniki ichida mayli odam alayhissalom yaratilgandan tortib to qiyomat qadar ansoriy muhojirlardek buyuk shaxslar yo'q. Payg'ambarlardan qolsa bulardek buyuk shaxslar yo'q. Masalan, bularning ichida Hazrati Umar, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakr Siddiq deymiz. Qatorliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'ziniki jinini, milini bergan. Xudoning yo'lida, payg'ambarning yo'lida hamma narsani tevrab qo'ymasdan o'ziniki barliqni berayotgan odamlarda bu. Shunda bir kamolat egisi bo'lishiga bakmay, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga davomliq insonniki mag'firatga muhtojligi, kamolatga davomli muhtojligini eskartib, bularning gunohini mag'firat qilgan deydi. Bular qarg'an vaqtida biz mag'firat tilashga, o'zimizning ibodatini ko'z qildigan, o'zimizni mag'rurlanadigan avval ig'ir holatda, lekin bu Rasulullohniki ansar muhojirlarga mag'firat qilgan degan so'z bilan qarg'an vaqtida bizning mag'firatga davomli kechar kunduz tilashga, istig'for etishga muhtojligimiz bu yerda bilinib turibdi. Endi bu yerda yana biri oxirida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki faqat yaxshilik degan oxiratning yaxshiliklari haqiqiy mutlaq yaxshilik deyishi bu dunyoda yaxshilik yo'q degan gap emas. Dunyoda yaxshilik bor. Lekin haqiqiy kamolatga yetgan yaxshilik oxiratdagi utuq qozongan, g'alaba qozongan yaxshilik haqiqiy yaxshilikniki o'zi deb naqlaydi. Balkim insonlar dunyoda ba'zi kuchlik bo'lishi mumkin, ba'zi jushqun bo'lishi mumkin, ba'zi chiroyli, ba'zi sog'lom, ba'zi aqlli, ba'zi zaki, ba'zi bolajon, bolalari ko'p, ba'zi mollari ko'p degandek bunday yaxshiliklarning ko'p yaxshiliklarga erishishi mumkin. Lekin bu yaxshilikniki ma'lum bir qismi. Haqiqiy yaxshilik eng yuqori darajasi katta oliy bo'lgani oxiratning yaxshiligi degan. Bugungi darsimiz mushayich bo'lgan. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.